Tracker avtomobilining narxida $8000 Haval Julian avtomobilini siz uchun xohlasangiz avtokredit asosida yoki bo'lmasam o'zini narxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Ushbu avtomobilni Trackerdan asosiy farqlarini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Avtomobil birinchi o'rinda 1.5 turbina 4 ta porshili bo'ladi. Bilasizlar, Trackerda 3 ta porshili, lekin bunda 4 ta porshili ot kuchi ham ko'p. 147 ta ot kuchiga ega. Hadovoylari alohida mustaqil podveska bo'ladi va ballonlar yumshoq. Bu mashinani xarid qilgandan keyin bozorga borib ballonni almashtirish shart emas. 360 gradusli kamera, 5 ключевой dostуp. Ushbu mashinamizda o'rindiqlarda isitadi ham, sovutadi ham. Bundan tashqari avtoparkovka funksiyasi ham mavjud. Head-up display, skoroslari ham shaybali bo'ladi va multimedia rul, monitorlari, avtoparkovka, cruise control, adaptivniy cruise control barcha funksiyalari ushbu avtomobilda mavjud. O'rindiqlarning kengligiga ham alohida baho berasiz. Juda ham keng. Obshivkalari ham 80% sifatli eko-kojadan jihozlangan. Ushbu avtomobilimiz Haval Julian bo'ladi. $8000 to'lov bilan xohlasangiz avtokredit asosida yoki bo'lmasam uzun narxini bo'lib to'lashga ham xarid qilishingiz mumkin. Avtomobil agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz sizga to'liq ma'lumotni ham berishadi, lokatsiyani ham tashab berishadi. Bizning manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzonaning yo'lida. O'zi bilasizlar, eng qulay bo'lgan shartlarda faqatgina Asteruz avtosalon siz uchun chiqazib boradi. Hammani avtosalonda kutib qolamiz.